Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, xormanglar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Bugungi kuninglar xayrli bo'lsin, muborak bo'lsin, barakotli o'tsin. Aziz obunachilar, bizda bugun bomba ot chiqadi, xudo xolasa, sotuvda mana shu ot. Hozir ma'lumotlarini beramiz, xudo xolasa. Yuragi butun bo'lgan ot, mashaalloh. Qadrli obunachilar, sizlardan bir iltimos, shu videoda iloji boricha Zabaykarskiy krayda yurgan akalarga tarqatib qo'yinglar. Bizi fermaga qassoblar kerak bo'lyapti, qo'ylarni so'yishlik uchun. Taxminan bir hafta 10 kun vaqt ketadi. 4 ta odam kerak bo'lyapti. Men nomerni qoldirib qo'yaman. +996 314 13 42. Rossiyada WhatsApp ishlamayapti hozir. Ashuni hisobiga primoy telefon qilinglar. Ulanuvda, Irkutsk, Xabarovsk yaqin bo'lgan joylardan bo'laveradi. Poyezdda bitta o'tirsanglar, 1 kun, 1,5 kunda kirib kelasizlar. 4 ta odam kerak. Pullarini kelishamiz. Qassoblar kerak. Qo'ylarni so'yishlik uchun. Yotoqxona hamma sharoitlari bor. Kelib, ko'rib, mehmon bo'lib, aylanib ketasizlar. Xudo xolasa pullarini gaplashamiz. Aloqaga chiqinglar. Assalomu alaykum, Rustam aka, xormang. Alaykum assalom. Ketizimsiz? Yaxshi, rahmat aka. Shamolyatmi? Alhamdulillah. Ot sotilyaptimi? Ot sotilyapti-ku. Bir ot haqida ma'lumot bering aka. Mashaalloh. Otda ulog'i bor, uyuri bor aka. Ha, Ot 5 yashar aka. 5 yashar. Endi 2-3 5-6 marta otga uloqqa chopilib yurgan ot. Ha, Endi xudo xolasa yaxshi ot, o'tkazmaydi. Sini zo'r. yeb ichishlari qanaqa aka? Yeb ichishiga garantiya. Mashaalloh. Endi uloqlari, Uloqlariga ham garantiya. Uloqlariga- Jo'nataveradigan yeri bor. masalan, odamga yaqinligi qanaqa aka? Odamga yaqin, yaxshi, qo'lga yuvosh. Qo'lga yuvosh. Qo'lga yuvosh. Qayerda ot endi aka bu? Bu Abakandiki. Abakan. Bo'yi nechi bo'yi? Biri 60 usti. Biri 60 ga 60 o'lchab olardi, ha, plus. Mashaalloh, yomon baland otga o'xshaydi ekan, lekin jipasidan qaraganda. 65 chiqadi o'zi, 60 ta toza olarsin. Buru 60 plus deyilyapti, lekin mana yerdan ko'rganda mashaalloh, hali balandga o'xshab ko'rinar ekan. Ammo ko'kraklarini qaranglar. To'shi deydimi mana? To'shi. Mashaalloh. Ko'kraklar. Ikki qarishdan ham katta. Tuyoqlari Toza. toza, Taqaga ham yuvosh. taqaga ham yuvosh. Endi Rustam aka, bizda obunachilarimiz O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikistondan ham juda ham ko'p kuzatishadi bizni. U yerlarga bir dastavka yo'lini, chegaralardan o'tkazishini bir yordam qilasizmi? Asnaqa xotlari bormi? Bo'lib qolsa harakat qilamiz, xudo xolasa. Ha, bo'ldi. Nomerni ayting aka. +996 57 bilan 557 557 bilan 03 93 03. 03. Men xudo xolasa mana yerda yozib ham qo'yaman pastda, qadrli obunachilar. WhatsApp bormi shu nomer? Bor, WhatsApp ham bor, Telegram ham. WhatsApp, Telegramdan aloqaga chiqaverasizlar. Endi bu otimizni sekin bir yurgizib ko'rsatasiz, yurishlarini, keyin bir razgonlarini ko'rsatasiz. Bo'ldi, xudo xolasa. Chiroyli qilib o'zingiz ko'rsatib bersangiz. Hozir Mashaalloh. Skorost qaranglar, skorost. Haqiqatda baland otga o'xshaydi ekan, o'zingizlar ham yozinglar-da kommentariyada. Birov 70 ta beradi-chi, suydi bo'yi. Chopishlarini qaranglar. Voh, voh, mashaalloh. Allohning mo'jizasida ularchi. Ana. Puliga kelsak, mana o'zingizlar aloqaga chiqaverasizlar. Pulini sir deb aytmadi, mashaalloh, ketishini qaranglar. Aloqaga chiqaverasizlar, qadrli obunachilar. Hozir mana ikkinchi otimizni ham obzor qilamiz, xudo xolasa. Ha, braslet nomli otimiz ekan mana. Nomi braslet, atini aytmabmiz.
Rossiyadan keltirilgan. Mana bismillah, qadrli obunachilar, biz ikkinchi otimiz. Rustam aka, ot haqida ma'lumot bersangiz aka. Otimiz qayerdan kelgan? Qachon kelgan? 4 oy bo'ldi, Rossiyadan keldi. Nimasi qanaqa zoti? Tushunishim bo'yicha aka, buni zotida tijilovoz ham bor. Tijilovoz bilan aka Arlovskimiki shunga o'xshayapti-chi, chunki oyoqlari beryapti-da tijilovozni-chi, haligi baquvvat ekan. Mashalloh, ha. Ot zo'r, xudo xolasa. Endi yeb ichish qanaqa aka bu otni? Yoshi-chi, yoshi? 3 yashar. Yaqinda mingi bo'ldimi? Qancha oldi mingi bo'lganiga? Ha, mashalloh. 2 oy bo'pti. Mana otimiz ikkinchisi Rossiyadan keldi. Men o'zingizlar ham aytinglar kommentariyada nimalar qanaqa parodaga o'xshayapti. Men shuna deb taxmin qildim. Tijilovoz bilan Arlovskiy. Tijilovoz bir 30-40% bor. Aka, yengil qadam bostiringda mana yerda, yengil. Mana yengil. Mana oyoqlarini ko'ryapsizlarmi? Taqa qoqilganmi, qoqilmaganmi? Mashalloh. Yeb ichishlari qanaqa, appetitlari? Yuragichi yuragi. Uloqlarga sop ko'rdinglarmi? Yengil. Mana xudo xolasa ot aloqaga chiqaverasizlar, qadrli obunachilar. Bir atroflarini ham ko'rsataman, orqalarini. Lekin mashalloh kelishgan ot ekan bu ham. Ha, juni ham qalin. Mana orqa tomondan ham ko'rishingiz mumkin. Ot mashalloh. Bo'yi necha aka buni? Bo'yimi? Ha. 1.65. 1.65 bo'yi. Mana aloqaga chiqaverasizlar. Plus qo'lga yuvosh, ha? Gapi. Mashalloh. Nomeringizni aytib o'ramiz aka, plus 996 557 03 93 03. O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston WhatsApp orqali mana nomerlari bor, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa, yuragi butun 3 yashar, kelajagi bor ot. Buni laqabi bormi? Baronmi? Mashalloh. Jismiga mos bo'lsin, ismi jismiga mos bo'lsin. Baron, mashalloh. O'z akalarimiz. Yusuf